Kim ko'p ovqat yeydi? Kim ko'p gapiradi? Ko'p uxlaydi. Nima? Man. Men turg'izaman har doim. Uyg'otadi man. Kim ko'p urushadi? Sababchi bo'ladi. Kim ko'p Instagramda o'tiradi? Men emas. Menga har xil narsalarni tashlab o'tiradi-ku. Sizdan tashlaysiz. Men ishda bo'laman. Men ishda bo'laman, nazorat. Kim ko'p rasvot qiladi? Rasxod, bundan qarz olib ham rasxod qilaveraman. Kim ko'p arazlaydi? Qizi bor nozir. Ko'p emas. Faqat mana shu arazlaydi o'zi. Kim ko'p o'ziga qaraydi? Menga ham bu qaraydi. Qo'shib qolganda kim birinchi gapiradi? Men ham gapiraman. Mayoy. Kim ko'p kiyim oladi? Uyda do'kon ochgan. Olib yuradi. Nolib yuradi. Mana shuda. Nolish degan so'z zarnigor degan so'zni sinonimi. Dedi. Birinchi menga bo'pti ham. To'g'ri javob bersangiz, dars qilamiz. Necha yoshsiz? Rangi sariq. O'ziga keling. Men to'g'ri javob berish kerak, nechtama javob berish kerak emas. Necha yildan beri Magic'da ishlaysiz? 45 yildan. Nechta jiyaningiz bor? 45 ta. Oho! Meni birinchi marta qayerda ko'rgansiz? Tajemkada. Mana qizardi. Oq bo'lganingizda ko'rinardi. Qizil chiziq ko'ryapsan-ku. Bu mana rangi bu. Rangi o'tgan. Rezinkani rangimi? Meni necha yildan beri taniysiz? 25 yildan beri. Planda yo'qligimdan beri taniydim. Men sizni bir marta qattiq urganman. Nima aloqasi bor? Savol bermayapsan-ku. Hamma yo'q, men tik. Bo'ldi. İyi bo'lmay qoldi. Ana endi bo'ldi. Qattiq urganmanmi? Yo'q. Nega yo'q demadingizmi? Ha demadingiz. Kecha siz Namangandan keldingizmi? Yo'q. Men hali Namangandaman. Bugun keldingiz, a? Yo'q, bugun ham Namangandaman. Tayyor turishini qarang. Shirinliklar yoqadimi? Men semichka yoqadi. Shirinliklar yoqadimi deyapman sizga. Hamma yo'qmi? Deng semichka nima? Yoqadi, sevaman shirinliklarni. Men Chilonzorda turamanmi? Qorasuvda. Kim turadi Qorasuvda? Bilmayman. Umid borku og'aynim. O'sha turardi. Qorasuvda. Qorasuv sizga keldi hozir. O'qiyapsiz. O'qiganim yo'q hali. Men savol beraman, siz javob berasiz. Ishda ko'proq asabingiz buziladimi yoki men ko'proq asabingizni buzamanmi? 50-50. Hayotingizni men siz tasavvur qila olasizmi? Shu endi hayotimda 05 baklashga bo'lmasa hech narsa o'zi. Ha, bo'lmasa kamda. Senga hujumga o'tyapti orqadan. Qilayotgan ishingiz mustahkammi yoki menga bo'lgan sadoqatingizmi? Buncha ko'p o'ylandingiz? Men har tomonlama mukammalman. Bitta sizga rahim qildim. Keyingisi. Pulsizlikka chidamlimisiz yoki mansizlikka? Men har tomonlama mukammalman. Hamma savoldan ham bunaqa yengil qutulib ketaman deb o'ylamang. Bitta o'ylab yursa. Bunday qiyin savollaring. Pulsizlikka chidamlimisiz mansizlikkami dedim. Pulsizlikka chidamliman. Men ko'p gapiramanmi yoki eshitamanmi? Sen ko'p gapirasan. Eshitaman ham ko'p. Haligacha menga nimani o'rgata olmagansiz? Kam gapirishdi. Bundan oldingi savolim hozir ko'p gapirish haqida bo'lmaganda boshqa narsa dedingiz. Xo'p, boshqa narsa. Fikrlashdi. Mendan maslahat so'raganlaringiz esingizdan chiqib qoldimi? Bo'yindan o'sha brachkadi mendan o'g'lim. Qaramay savolga. Qaramayinmi deb o'ylabsiz? Urushib qolsak, bo'ldi, telefon qilmayman ham, SMS ham yozmayman degan vaqtlaringiz bo'lganmi? Sangami? Kimga bo'ladi boshqa? Sen bilan hech urushmaganmiz-ku. Urushib qolsak mabodo bo'ladimi? Agarda shunchalik darajada bo'ladigan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Men Bo'lishi mumkinmi? telefon ham qilmayman, SMS ham yozmayman degan darajada kim bilan urushsam, men kechaman bo'laman. Bo'lishi mumkinmi shunaqa?